10 sotixdan oshadigan gigantskiy uchastka sotuvga qo'yilyapti. Fasad qismi 45 metrga, ichkariga 22 metr kirgan, ko'chalarimiz asfalt qilingan, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Shahar atrofidan izlab yurganlar uchun ideal variant. Hozir lokatsiyaga qo'yib urib ko'rdim. Maloshka Kolsodan 4 kilometr masofada joylashgan, geofizikada Navruz ko'chasida turibdi. Maktab, bog'cha, geofizika markazi. Yerni tagidan ham suv chiqarilgan, suvni o'zi ham yetib kelgan, tepalari shifr qilingan. Xo'p, buni bonuslik zo'r tomoni, mana bu qismiga alohida yangi qurilish qilsangiz bo'ladi. Bu yo'g'ini o'ziga 4 sotixlik joy. Men o'zi o'lchab ko'rdim, 4 sotixlik alohida joy bor. Alohida qilib keyin sotsalar ham bo'ladi, qurilish qilib turib. Bu yo'g'ini saqlasangiz bo'ladi yoki bu yo'qda 4 sotixga o'zlaringizga zo'r qurilish qilib turib, bu yo'g'ini alohida qilib 6 sotixini sotishlaringiz mumkin. Xo'p, bir boshdan endi o'zi narigi tomondan ham ko'ringlar, keyin ichki sharoitlarni ko'rsataman. Landshaftni zona uchun katta joylarimiz bor. Bu yo'g'i kottej stilda qurilgan, lekin juda ham mustahkam ekan. Mevali daraxtlar qilingan, atroflari to'liq zabor bilan o'ralgan holatda. Mana bu yo'g'imizdan ham ko'cha o'tgan, bu yoqdan ham ichkariga kottejga kirish xodlari bor. Oyoqdagilarga chiroyli ishlovlar berilgan. Ko'chamizni ikkinchi tomondan kirib chiqish xodlari qilib qo'yilgan. Endi esa o'z ichki holatini ko'ramiz. Ichkariga kirishimiz bilan mana shunaqa katta gigantskiy hol kutib oladi sizlarni. Buni ham bitta xona o'rnida hisoblasak agar 5 ta xona va sanuzul va oshxonadan iborat bo'ladi. Konditsionerlar qilingan, oyoq kiyim qo'yadigan joylari qilingan. Xo'p, televizorlar ham bor. Ko'plab jihozlarni qo'yib ketamiz deyapti. Ikkita katta gilam to'shab qo'ygan ekanlar. Derazalarimiz ham yaxshi sifatlisidan bo'lgan. Davom etadigan bo'lsak, mana bu yoqda kattagina koridor, bu yoqdan alohida yana ko'chadan kirish eshigi, oshxonaning ichida ovqatlanadigan zona qilingan, gaz plita vitishkalari bilan, xo'p, xolodilniklargacha tayyor holatda. Bu yoqda ikkinchi maliy zal, kichkina mehmonxonamiz. Umumiy sanuzul xonasi bitta katta xonaga o'xshaydi. Uni haybatini qaranglar. Kir mashina, suv isitgich, двухконтурный котел DD, lit unitaz, vannasi basseynga o'xshaydi. Juda ham katta, 2 kishilik. Xo'p, davom etamiz. Oyoq tayinlama yo'q, taxta pol. Bu yoqqa alohida prixoshka qilib qo'yilgan. Uje 3-xonamiz, 4-xonamiz va oxirida 5-xonamiz. 5 ta mana shunaqa katta xonadan iborat. 5-xonamizning ichida o'zini katta garderoblar ham bor, kelsangiz ko'rasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, agar pastda lokatsiyalar bilan qoldirib o'tamiz, ushbu katta gigantskiy uchastkamiz sotuvda. Ertaknamo tarzda ta'mirlangan 2 qavatli tayyor hovlimiz sotuvga qo'yilyapti. Hovlimizni umumiy maydoni 300 metr kvadrat, ya'ni ki 300 tuq maydonga qurilgan. Oldin fasad qismimiz 10 metr. Hovlimizni old tomonda alohida mashina qo'yadigan usti yopiq joylari hamda yon tomonda yashil hududlarga joylari ajratilgan. Hovlimizga kirib kelish bilan katta, chiroyli shinam remont qilingan darvozaxona qismimizni kutib oladi. Darvozaxonadan o'ng tomonda hozir ko'rib o'tirgan xonamiz, ya'ni ki kattagina mehmonxona. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar bilan birgalikda ushbu hovlimiz sotuvga qo'yilyapti. Mehmonxonaning yon tomonida esa uy bekalari orzu qiladigan shinam zamonaviy oshxonamiz qilib qo'yilgan. Oshxona xonasini past qismida to'liq o'zini yerto'lasiga ega hamda ikkinchi qavatga chiqiladigan zinalari qilib qo'yilgan. Hovlimizni ichkari tomonda esa 100 metr kvadrat, ya'ni ki 1 tuqdan kattaroq maydonga ega bo'lgan, ichkari hovlisiga ega, bemalol u yerda yashil hudud, bolalar bilan chiqib o'tirish uchun bisetka hamda yozgi mehmonlar uchun sanuzul xonasiga joylari ajratib ketilgan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan kattagina shinam hol bizani kutib oladi. Holimizda miyaqki zona hamda telezonalarni qilib qo'yganlar va ikkita alohida bolalar uchun yotoqxona va ular uchun alohida sanuzul xonalari qilib qo'yilgan va albatta kattalar uchun alohida yotoqxona, ichkarisida o'zini sanuzul xonalari bilan birgalikda. Ushbu hovlimizning joylashgan lokatsiyasi 5-mikrorayon, Bog'dash ko'chamizning oxiridagi Globion ko'chada ushbu xonadonimiz joylashgan. Pastda har doimgidek ushbu xonadonimiz egalarining raqamlarini qoldirib o'tdik. Mana shunaqa shinam ertaknamo hovlilarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yib, like bosish eslaringizdan chiqmasin. Aytgancha ushbu hovlimizning egalari hovlimizning narxini 144 ming AQSh dollari so'rayaptilar. Severniy tomondan uchastkalaringiz bo'lsa agar barter asosida ham ushbu hovlimizni xarid qilishlaringiz mumkin, yokida mikrorayonlaringiz bo'lsa agar mikrorayonlaringizni berib, o'rniga ushbu hovlimizni xarid qilsalaringiz ham bo'ladi. Pastda egalarning raqamlarini qoldirib o'tdik. Mana shu hovli sizlarga yoqqan bo'lsa agar kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar.
$135 ming evaziga 2 qavatli tayyor hovlimiz sotuvga qo'yiladi. Ko'rib turgan mebel va texnikalarimiz bilan birgalikda hovlimizda umumiy 5 ta xonasi bor. Undan tashqari 2 ta mana shunaqa katta hollardan tashkil topgan. Ushbu xonadonimiz joylashgan lokatsiyasi 5-mikrorayon Globion ko'chada joylashgan. Telegramimizga o'tib kirsalaringiz agar lokatsiyasini ham belgilab o'tamiz. Hovlimizning old tomonida bemalol avtomashina qo'yadigan joylarimiz bor. Kirib kelishlaringiz bilan ham besetka, yozgi oshxona, basseyn, xohlasalar zilon zona qilish uchun ham joylariga ega. Ichkari qismda hol, bu tomonda kattagina mehmonxonaning oldida kattalar uchun yotoqxona hamda sanuzlari qilib qo'yilgan. Undan keyin esa uy bekalari orzu qiladigan oshxona. Oshxonadan esa hovlimizni orqasiga ham chiqishlaringiz mumkin. Noto'g'ri tushunmadingizlar. Hovlimizda orqa hovlisi ham bor. Ikkinchi qavat ko'tarilishimiz bilan yana chiroyli hol kutib oladi. Holdan ochiq balkonlarga chiqishlaringiz mumkin. Uni oldida esa kattalar uchun kattagina yotoqxona, ichkarisida garderobnisi qilib qo'yilgan va undan keyin esa o'g'il bolalaringiz uchun alohida spalni, qiz bolalaringiz uchun alohida spalni. O'rtasida esa sanuzul xonalari qilib qo'yilgan. Ushbu hovlimiz narxi $135 ming deb baholanyapti. Sanab chiqadigan bo'lsak, hovlimizda umumiy 5 ta xona, 2 ta hol, ochiq balkon hamda oshxonadan iborat. Mana shunaqa chiroyli hovlilarni o'tkazib bormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yib, arzimagan mehnatimiz uchun like bosish eslaringizdan chiqmasin. Kvartira narxiga shahar markazidan Yevrokottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Maydoni 180 kvadratga qurilish qilingan. Darvozaxonasidan ichkariga kirishimiz bilan mana shunaqa holatdagi kattagina hol, darvozaxonasining oldiga esa bemalol mashinangizni keltirib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bunaqa chiroyli ishlovlar berilgan. Yangi O'zbekiston bog'i Mo'ysafetdagi uchastkalar massivida joylashgan. Hech qanaqa sinov degan gap yo'q. Kadastr hujjatlari joyida, konditsionerlar qilingan, gazlar ulangan. Xo'p, bir boshdan ko'rishni boshlaganimiz bo'lmasam, chap qo'lda oshxonamiz двухконтурный kotyollar qilingan, gaz plita, kuxning garniturilari bor, oyoq taylari kafel qilib chiqilgan ekan. Bu yoqda esa juda ham katta mehmonxona, xohlasalaringiz mehmonxonani ikkiga bo'lib, ikkita alohida xona qilsalaringiz bo'ladi. Endi kottejday bo'lgani uchun juda ham katta shunaqa mehmonxona qoldirgan ekanlar egalari. Bu yoqda bitta kattagina yotoqxona. Aytganimdek, agar xohlasalaringiz agar mehmonxonani ikkiga bo'lasalaringiz agar bu yoqda mehmonxona qilsangiz bo'ladi yoki bittasini sal kichkinaroq qilib turib bittasini katta qilib mehmonxona qilib qoldirsangiz bo'ladi. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Kvartira narxida sotuvga qo'yilyapti. Mehmonxona, bu yoqda ikkinchi xonasi, bu yoqda uchinchi xonasi, 3 ta xona, bitta hol. Agar mehmonxonani bo'lasalaringiz 4 ta xona bo'ladi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaringiz agar keltirib ko'rsatishadi. Egalari bilan yuzma-yuz qilib ustida savdolashib aytib eshitishlaringiz mumkin. Mana shu Yevrokottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Sanuzul xonalarda ham tayyor holatda bitta rasxodi qolgan ekan. Eshik o'rnatib chiqasizlar, tamom, boshqa rasxodi yo'q. Eski aeroport tarafdan 70%, 80% ishlari bitgan 6 sotuqli hovlimiz sotuvga qo'yilyapti. Joylashgan lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Yangi aeroportdan eski aeroportga kelaverishda chap qo'llaringizda mevali ko'cha chiqadi. O'sha mevali daraxtlar ekilgan ko'chadan to'g'ri kirib kelsalaringiz ham ushbu ko'chamizga olib keladi. Yokidagi Nurafshonni ham ro'parasidan kirsalaringiz bo'ladi. Mana shu bitta to'g'ri yo'l sizlarni shu yergacha olib keladi. Hovlimizning old tomonida anchagina katta yashil hudud qurish uchun joylariga ega. Bemalol 2-3 ta yengil avtomashinalar uchun bu yerda garajlarni ham qilib qo'yishlaringiz mumkin. Ko'chamizda ko'rsalaringiz uchastklar hammasi bir xil, ko'pchilik qo'shnilar hammasi ko'chib kelgan. Gazlar o'tgan, svetlar o'tgan, darvozalar qo'yilgan. Kirib kelishimiz bilan usti yopiq darvozaxona ko'rishlaringiz mumkin. Darvozaxonaning o'zida ham 2-3 ta yengil avtomashina sig'adi. Bu tomonda mehmonxonaga kiradigan joylar bo'lganlar yopib qo'yganlar vaqtinchalik, ertaga sizlar olib bu yerni ochib kirishlaringiz ham mumkin. Ichkari hovlimizni birinchi ko'rsatib o'taman sizlarga. Ichkari hovlimiz kattagina ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol yashil hudud qilasizlarmi, basseyn qilasizlarmi, yozgi oshxona qilasizlarmi, besetka qilasizlarmi yoki qo'shimchasiga yana bir komplekt uy ham qurib olishlaringiz mumkin. Bu tomondan asosiy binomizga kiriladigan joylari. Kirib kelishimizdan bir xo'shga bizada o'rtada mana katta hol bor. Holni xona sifatida kirgizmaymiz. Kotyollari qo'yilgan, isitish tizimi to'liq xonadonga ulangan. Chap tomonda birinchi xonamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerni yosh kattalar uchun yotoqxona yoki maydalar uchun yotoqxona sifatida foydalansalaringiz bo'ladi. O'ng qo'limizda esa mehmonxona. Mehmonxonamiz anchagina katta, keng va yorug'. Mana bu yerdan hozirgi darvozaxonadan joyini ochib, xohlasangiz agar bu yerdan ham kirib chiqadigan, bu yerdan ham kirib chiqadigan joy qilib olishlaringiz mumkin. Bu yerda o'rtada kattagina holi juda ham chiroyli ekan. Bu yerda esa yana bitta yotoqxona bizada, ya'niki 3-xona. Bu yerda 4-xona bizada. Vaqtinchalik kirib yashash uchun barcha sharoitlarni qilib qo'yganlar. Bu tomonda hojatxona, yuvinish xonalari alohida qilib qo'yilgan. Umumiy hisobda bitta
ikkita, uchta, to'rtta alohida xona, mana bu o'rtadagi katta mehmonxona. Xohlasalar agar holni olib, bu yerni ham yopib, malli zal sifatida foydalansalar agar 5 ta xona bo'ladi. Bu esa oshxona qismimiz. Oshxonadan esa ichkari hovlimizga chiqadigan joylari qilib qo'yilgan. Mana ichkari hovlimiz ham ko'rinib turadi. Ushbu hovlimizning umumiy maydoni fasadimiz 20 metr, ichkariga 30 metrdan sal uzunroq kirgan ekan. 6 sotixli maydonga ega. Hovlimizning narxini $87,560 deb baholab qo'ydik. Pastda egalarning raqamlarini qoldirib o'tyapmiz. Bemalol kelib, ko'rib, xarid qilishlaringiz mumkin. Quruq yer narxiga 6 sotixlik kottejni bomba lokatsiyadan topib qo'ydim. Bu yoqda yangi O'zbekiston bog'i, mana bu yoqda yangi stadion quriladi. Shunagina mana shu 3 qavatli binoning orqasidagi kottejlar massividan bu yoqdan ko'pchilik qidirib yuribdi, sotuvga kamdan kam qo'yilyapti. Oldiga borib ko'ramiz, ketdik. Mana video boshidagi binoning orqa tomoniga o'tdik. Yo'l boshidan 3-kottejga to'g'ri kelyapti. Oldida landshaftni zona uchun yerlar qoldirib o'tilgan. Ichki holatini ko'radigan bo'lsak agar, ta'mirtalab holatda deyarli 10 yil hech kim yashamagan dedilar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunday to'g'risida sanuzulxona uchun joy qoldirilgan, bu yoqda mashina qo'yish uchun joy qoldirilgan. Ichkarida kattagina mevalari bor, ya'ni daraxtlari bor, yer maydoni bor. Bitta hovlisini ko'ringlar. Keyin ichkarisiga kiramiz. Mana shunaqa holatdagi yer hovlisi, aytganimdek bu yoqda sanuzul, bu yoqda esa balkon bo'lyapti. Endi esa ichki holatini ko'radigan bo'lsak, ichi ham xuddi shunday ta'mirtalab holatda, lekin suyagi baquvvat va butundirlar. Kirganda prixoshka uchun joylari, bu yoqda oshxonasi, oshxonadan balkonga chiqsa bo'ladi. Mana bu yoqda asosiy mehmonxonasi, buni remont qilganda balkonni mehmonxonaga qo'shib kattalashtirib bo'ladigan bo'ladi. Bu yoqda yuvinish xonasi uchun joy. Mana bu yoqda hojatxona uchun joy. Bu keyingi ikkinchi xonasi, uchinchi xonasi hamda oxirida 4-xonadan iborat. Ko'rdingizlar, lokatsiya bomba. Bu territoriya uchun quruq yerni narxiga to'g'ri kelyapti. Kimga qiziq bo'lsa agar aloqaga chiqib kelib ko'rib ustida aytib eshitinglar. 7 sotixlik gigantskiy uchastkamiz zo'r narxga sotuvga qo'yilyapti. Shahar ichidan izlab yurganlar bo'lsa agar, betonkada turibmiz. Betonka Titanik zapravkadan o'tgandan keyin katta yo'ldan atigi 200 metr shunday ichkariga kirib kelganda, mana shu uchastkamiz sotuvga qo'yilyapti. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Ko'chalar asfalt qilib qo'yilgan. Keng ko'chalar, oyoqdagi qaranglar, chiroyli ishlovlar berib qo'yilgan. Fasad qismlari ham a'lo darajada turibdi. Bitta o'z ichki holatlarini ko'ramiz. Darvozaxonaga kirishimiz bilan mana shunaqa katta darvozaxona kutib oladi sizlarni. Tepalarigacha ishlovlar berilgan, visokopatoloshni holatda, ichidagi barcha mebel texnikalari qoladi. Chap qo'lda kotyolimiz qilib qo'yilgan. Shu yoqda sanuzul xonalari ham tayyor holatda uni. Yuvinish xonalari, devorlari to'liq kafil. Narxchasi вообще zo'r. Chiroyli narxga tushirib qo'ydik. Bu yoqda esa gigantskiy mehmonxona. 7 ta xonadan iborat, 3 ta sanuzul, stol-stullar, qandillar, pardalar, hamma sharoitlar qilingan. Oshxonamiz ham anchagina katta. Oshxonamizga mana shunaqa holatda ishlovlar berilgan. Hovliga chiqasiz, maza qilasiz, hovlini qaranglar. Landshaftni zona uchun unumdor yer maydoni, gullarimiz turibdi. Bu yoqda bir komplekt bitta uyda yashashga mo'ljallangan sharoit qilingan. Ichida sanuzullari bilan tayi to'liq podval. Bu qismimizni ham tayi to'liq podval. Podvallarini kesalarni o'zlaringiz bemalol kirib ichidan ko'rasizlar. Kotyollar alohida qilib qo'yilgan. Xo'p. Endi o'z ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Hovlimizni tepadan ko'rinishi mana shunaqa holatda, to'rt burchak. Ikkinchi qavatda katta hol birinchilarni kutib oladi. Katta hovlimizda bemalol oshxona qilishlaringiz mumkin, chunki gaz chiqarib qo'yilgan yeslicho'ga. Bu yoqda razdelli sanuzul xonalari, bu yoqda 3 ta xonadan iborat. Birinchi sanuzul xonalardan boshlaymiz bo'lsa. Yuvinish xonasiga kiraverish qismi juda ham chiroyli taxlangan. Vannalar, suv isitgichlari bilan birga. Bu yoqda bo'lsa kattagina hojatxona rakvinalari bilan birga. Endi xonalarimizni o'zini ko'ramiz. Bu yoqda bitta katta mehmonxona, ichkarida yotoqxonasi bor. Ichkaridagi katta yotoqxona. Qandilni ham lekin zo'rdan ilgan ekanlar. Bu yoqda so'nggi 3-xonasi, pastdagi mehmonxona bilan 4 ta xona bo'ldi. 4dagi joyda yana
3 ta xonasi bor. Ularni ham remont deyarli shunaqa holat o'z oldidan ko'ramiz. Hovlimizning ikkinchi qismiga keldik. Pastqari podval bu yo'g'ini ham to'liq. Ichkariga kirishingiz bilan mana shunaqa holatdagi kattagina birinchi mehmonxona. Mehmonxonamizni oldida detskiy xona qilingan. Ichkarida esa yotoqxonaning ichida o'zining sanuzel xonasi bor. Xo'p, bu yoqdan tashqaridan kiradigan yana bitta alohida eshigi. Yotoqxonasi mana shunaqa holatda va ichida o'zini sanuzel xonasi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda lokatsiyasi bilan to'g'ridan-to'g'ri egallarning raqamlarini qoldirib o'tyapmiz. Aloqaga chiqib kelib ko'rsangiz bo'ladi. Shahar markazidan 50 sotixlik joy topib qo'ydim men sizlarga. Uchastkalarning orasi bilan kelasizlar, ko'chalar asfalt qilingan. Xohlasangiz darvozani olib tashlab ichkarida kottejlar massivi qilib yuborsangiz bo'ladi. Trikotajda turibmiz. Bir tomoni mebel fabrikaga to'g'ri keladi, bir tomoni Alaziz to'yxonaning orqa tomoniga to'g'ri keladi. Kirib kelishlaringiz bilan to'g'rida bitta o'zlari yashab turgan katta stilda qurilgan joy bor. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Bu yoqda juda ham katta bo'sh yer maydoni bor. Xo'p, kottej proyekt qilaman deganlar uchun mana bu yoqdan yo'lga joy tashab turib, yo'lga bu yoqdan kottej qursangiz bo'ladi. Xo'p, bu sizlarni bularga tegishli emas. Bu sizlarni alohida, mana bu joy shularga tegishli. Mana bu yoq joylari shularga tegishli bo'ladi. Xo'p, hozir endi ichkariga kirib davom etaman. Bu tomoniga o'tdik. Ko'rsatganimda yer maydoni to'g'risida chorvachilik bilan shug'ullanishga mo'ljallangan joylari. Bu yoqda ham xuddi shunaqa hozirgi kunda chorvachilikka shug'ullanishga mo'ljallangan joylari bor. Mevali daraxtlari bor. Xo'p, ichkarida pitssa fabrika, ya'ni tovuq fermasi ham mavjud ekan. Bu yo'g'i mana shunaqa holatda. Endi esa ichki tomoniga o'tamiz. Ichki tomoni ham bu yo'g'izdan ham shularga tegishli. Ichkarida ham yana yashasa bo'ladigan joylari bor, kottej stilda qilingan. Bu yoqda esa bir nechta boksdan iborat, o'sha aytgandek tovuqxona tashkil etilgan. Xo'p, bu yoqqa kottej qursalar bo'ladi, dom qursalar bo'ladi. Chunki mana bu qismga mana e'tibor beringlar. Dom qurilyapti trikotajda. Shu domlarning yon tomoniga to'g'ri kelgan, oldidan shunday joy ochib turib, bu yoqni ham dom qurib bo'lsa bo'ladi. Bu yoqda esa ichkarida pizza fabrikalar shularga tegishli, bu yoqda ham bunisi ham, mana bu yoqda 2 qavatli bino ham shularga tegishli holatda. Kimga qiziq bo'lsa, agar aloqaga chiqib kelib ko'ringlar, pastda kottejlarni qoldiramiz, lokatsiyasini qoldiramiz. Kottej qursangiz, dom qursangiz bo'ladi. 50 sotixlik joy sotuvda. 12 sotixlik joyimiz yer hisobida sotuvga qo'yilyapti. Ichida parniklari, fundamentlari bor. Ikkita katta uchastka, 4 ta chiroyli kottej qursangiz bo'ladi. Mana bu tomondan boshlangan. Uglovoyga tushgan, xohlasangiz bu yoqdan most bilan kirib kelasiz. Xohlasangiz agar bu tomondan kattagina ko'cha o'tgan, faqat ko'chadan odam o'tib qaytmagani uchun mana shunaqa holatda bitta tozalab asfalt qilib bo'lsangiz bo'ldi. Oldida katta ko'cha o'tgan, mana bu uchastkamizning oldida. Atrofida uchastkalar, kottejlar massivi, gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q. Xo'p, geofizikada turibmiz. Geofizika kanali katta yo'ldan, asosiy magistralni yo'ldan где-то 800 metr ichkariga kirib kelganda, masjiddan где-то 300 metr, 400 metr masofada joylashgan. Oldingizda kanal. Mana shunisini, lekin agar 4 ta kottej qiladigan bo'lsangiz, kanalning oldidagisini o'zingizga saqlang. Chunki yo'q, bunaqa lokatsiya, bunaqa joy har kun ham topilmaydi. Shunagina soya salqin mazza qilib yashaysiz, xudo xohlasa agar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda lokatsiyasi bilan egasini raqamlarini qoldirib o'tyapmiz. Aloqaga chiqib, kelib ko'rib, ustida aytib eshitsangiz bo'ladi. Yangi hokimiyatning orqa tomonidagi uchastkalar massividan men sizlarga 4 sotixlik yerchani suv tekin narxga topib qo'ydim. Bu yoqlarda gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Ko'chalar yaqinda asfalt bo'ladi. Bemalol 2 ta mashina sig'adi. Xo'p, Gulchorbog' mahalla fuqarolar yig'ini, Qalqon ko'chasi 160 nechinchidir xonadon bo'ladi mana shu turganimiz. Xo'p, buni o'zini rekonstruksiya qilsalar ham bo'ladi, lekin baribir yangitdan qilsalar boshqacha bo'ladi. Oldi tomonda darvozalarini qilib turib, qaytadan qurilishlarini chiroyli qilib proyekt qilsalar agar zo'r bo'ladi. Fasad qismimizni ko'chadan ko'rsatganim 10 metrdan oshadi, deyarli 11 metr, ichkariga esa 40 metrdan oshiqroq kirgan. Umumiy o'zimiz Sputnikdan urdik. 450 kvadrat, ya'ni 4,5 sotix chiqdi Sputnikdan urganimiz, lekin hujjatda o'zgina kamroq ko'rsatilgan ekan. Bu sizlarga foyda bo'lsa-ki foyda, lekin zarar bo'lmaydi hech qachon. Chunki har tomonlama sizlarga qulay chiqadi. Bu yo'qlarni ham yopib olasizlar, o'zicha gipsokarton urib qo'yilgan, как devolday. Xo'p, hovlimiz mana shunaqa holatda
uzunasiga ichkariga qarab ketgan. Ichkaridan bitta chiroyli 2 qavatli proyektchani qurib olib, keyin bu yo'g'ini oldi tomonini yiqitib darvozaxona qilib, ko'chalarni taxlab chiroyli qilib o'salaringiz bo'ladi menimcha. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, kelib ko'ringlar. Bilmaydiganlar uchun lokatsiyasini ham degasin to'g'ridan-to'g'ri raqamlarini qoldirib o'tdik. Gaz, svet, suvlar hammasi ulangan. Xo'p, shotchiklar o'rnatib qo'yilgan ekan. Kimga qiziq bo'lsa agar egasiga aloqaga chiqaverasizlar. Yangi hokimiyatdan Buodinjon yo'li bilan Buodin tomon ketishda yo'lning o'ng qo'l qismidagi uchastkalar massivida joylashgan. Betonkadagi kottejlarda shunagina orqa tomonda uchastkalar massiv bor. To'liq emas uchastkalar bo'lib ketgan. Aynan shu yerdan 7 sotixlik gigantskiy uchastka sotuvga qo'yilyapti. 3 ta oila bir-biriga xalal bermay yashay oladi. Masalan, 2 ta o'g'lingiz bo'lsa, 2 ta keliniz bilan bemalol yashashingiz mumkin bo'ladi o'zingiz ham. Kelajakka shunaqa proyekt qilsa bo'ladi. Oldini parkovka qilib, hovli qilib taxlab bo'lsangiz bo'ladi. Darvozadan ichkariga kirishlaringiz bilan katta darvozaxona, o'ng qo'lda gigantskiy mehmonxona kutib oladi sizlarni. Qurilishimizga 94 ta plita, 135 mingta g'ish ketgan. Undan tashqari usta puli, shifr, xo'p, beton, shunga o'xshash narsalar hozir so'ralayotgan narxi quruq yer hisobida. Quruq yerni o'zi narxini agar kelinglar 7 ming, 8 mingdan oladigan bo'lsangiz, 50 mingdan oshiqroq yerini o'zi, qolgani o'sha plitasi bilan g'ishtiga ketgan pulini so'rayaptilar. Qolgani sizlarga bepulga qoladi. Bu yerda bitta holday joy, ikkinchi xona, ichkarida 3-xona yotoqxona bo'lyapti. Bu yoqda kattagina oshxona, pastda o'zini podvallari bilan birga oshxonasi. Bu yoqda letni oshxona qilsalaringiz bo'ladi. Oshxonamiz tagi podval. Oshxonamizning kirish qismi mana shu yerda bo'ladi. Bitta zina qilib olasizlar. Ichkarisi mana shunaqa holatda oshxonamizni. Xo'p. Bu yo'g'i aytgandek podvali. Pastni ko'rdingizlar. Mehmonxona 2 ta xona, 3 ta xona bo'ldi. Bitta ofis sanuzil, bitta oshxona pastda bu. Xo'p, endi ikkinchi tomondagi proyektimizni ko'radigan bo'lsak agar, ikkinchi tomondagi proyektimizda 2 ta alohida podval hamda kirganda o'rtada bitta hol. Bu yoqqa bitta oila bemalol yashaydi. Ichida detskiy mehmonxona hamda yotoqxona, ichida sanuzillari bilan qilingan bu yoqda. Chap qo'lda yotoqxona, ichida sanuzil xonasi bilan. Bu yoqda hol. Mana bu yoqda detskiy xonasi. Detskiy xonaning tepasiga bitta fotoshop qo'yish kerak mana shu yoqda. Bu yoqda juda ham katta mehmonxonasi o'zini. Bu yoqqa bitta oila yashaydi. Xo'p, pastda mehmonxonasi bilan bitta oila yashaydi. Ichida o'zining detskiy xonasi ham bo'ladi. Chunki pastda 2 ta xona ko'rsatdim. Endi o'zi ikkinchi qavatga chiqib videoni davom ettiraman. Ikkinchi qavatga ko'tarilyapmiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan katta hol. Mana shunaqa hol kutib oladi. Xo'p, bu yoqda garderobni zona uchun joy qoldirib o'tilgan. Tepadagi bitta xonamiz уже 6-xona menimcha, 7-xona bo'lishi kerak. Bu yoqda 8-xonasi. Bu yoqda 9-xonasi, yana bitta detskiy. Bu yoqda tepa uchun umumiy sanuzil, 2-qavat uchun umumiy sanuzil. Xo'p, va oxirida mana bu yoqda mana tepadagi kattalar uchun yotoqxona, ichida o'zini sanuzil xonasi bilan birga. Kimga qiziq bo'lsa, pastda lokatsiyasi bilan to'g'ri egasining raqamlarini qoldirib o'tyapmiz. Aloqaga chiqib, kelib ko'rib, ustida aytib eshitsalaringiz bo'ladi. Bugun sotuvimizda uchastka emas, ertaknamo qasr azizlar, 7 ta xonadan iborat 4 sotixli hovli, butun mehrlarini tiqib yuborganlar, yeri uchun 1 so'm pul so'ramayapti. O'zlariga 350 ming rasxodga tushgan va asosiysi hech kim yashamagan holatda. Videomiz boshidan bitta like bosib qo'yinglar. Oxirida narxlarni ham aytib o'taman. Hovlimizda mana bunaqa o'zini joylari mavjud hamda shahar markazida joylashgan. Vodopodlar nima deyapti? Klimat kontrolday suv sepib turibdi. Landshaftni zonalari qilingan, tashqarida alohida hojatxona tayyor holatda. Hovlimizni birinchi qavati 130 kvadrat, 130 kvadratli podval qismiga ega hamda ikkinchi qavatimiz 230 metr kvadratni tashkil etadi. 7 ta xona, 5 ta sanuzil, qo'shimchasiga bisetkalar ham tayyor holatga keltirib qo'yilgan. Bitta video boshidan lokatsiyasini ko'rsataman, keyin esa ichki holatini ko'ramiz. Hammaga shunaqa hovlida yashash nasib qilsin, lekin haqiqatda lokatsiya ham bomba, hovliga esa ayamay mehrni tiqqan ekanlar akalarimiz. Tashqarida ham alohida landshaftni zonasi, oyoqtagilar taxlangan, fasad qismi chiroyli qilib ta'mirlangan, 16 metrga 25 metr, ya'ni 4 sotixli hovli. Turgan joyimiz bu tomoni Met kollejdan kelaverish, bu tomon esa eski hokimiyat, ya'ni Rim kontorda shunagina yo'lning yoqasidagi uchastkalar massivida domofonlar qilingan, kameralar qilingan, Wi-Fi'lari bor, gaz, svet suvlari. Mana buni esa haqiqiy
ustalar montaj qilishgan. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Endi esa ichki holatini bitta ko'ramiz sizlar bilan. Kirishimiz bilan mana shunaqa prixoshkaslarni kutib bo'ladi. Kim kelganligi mana bu yoqda domofondan ko'rib turasizlar. Mana bu yoqda uydan chiqib ketish o'rnida oynalarga qarab chiqib ketasizlar. Bu yoqda oyoq kiyimlari saramjon holatda turgan bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa birinchi qavatdagi mehmonxonamizdan ko'rishni boshlaymiz. Chiroyli qandillar, katta televizorlar, bu yoqda konditsionerlari, pardalarimiz, qimmat gilamlar va yumshoq mebellargacha tayyor holatda. Pastdagi umumiy sanuzul xonamiz. Tahorat olishga alohida unitazlari, qo'l yuvadigan joylari, kir mashinalari ham LG dan 8 kilogramlisdan qilingan qimmat kafillarda tepalarigacha maxsus ishlovlar berilgan. Eshiklar ham zakaznoy qimmatidan mana bunaqa dekorativniy narsalarni ham unutmaganlar uyimizni egaladi. Xo'p, pastdagi yotoqxonamiz qimmat gilamlar to'shalgan. Qalinligini qaranglar buni. Yumshoqqina. Salafonlar olinmagan hali matraslarimizni yangi holatda. Konditsioner, salafonlar qilib qo'yilgan qandillarimizni, televizorlar, ikkita shkoflari. Xo'p, va albatta yotoqxona ichida o'zini sanuzullari bilan sanuzulga mana shu unaqani o'zini, rakvinani o'zini 15 million bo'lgan ekanlar. Bu yerda unitazlari, vannalarimiz turetskiy qimmatidan, bu oddiy vanna emas. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Tepalarigacha chiroyli ishlovlar berilgan. Davom etamiz. Eshiklarimiz standart, hammasi katta razmerga ega. Oshxonamiz uy bekalar orzusidagiday yumshoq zona qilingan. Televizor ko'rib turib, oshxonada ovqatni pishirib, bu yoqqa olib chiqib yesalarsiz bo'ladi bemalol. Eslicha oshxonaning o'zida ham ovqatlanadigan zonamiz mavjud 6 kishilik stol stullari bilan. LG dan двухкамерный холодильник, bu ham yangi pachka holatda, hali salafonlar olinmagan. Boshdan bitta oy texnikalarimiz qolgan, duxovka, mikrovolnovkalar, moykamiz, gaz plita, ustida vitishkalari bilan. Kuxniga o'rnatimiz 3 qavatli zakaznoy qimmatidan bo'lgan. Konditsionerlar alohida o'rnatib qo'yilgan. Bu yoqdan hovli qismiga chiqsak bo'ladi. Hovliga chiqishimiz bilan mana shunaqa chiroyli manzara kutib oladi sizlarni. Tashqarida alohida o'zining tayyor hujjatxonasi ham bor aytganimdek. Endi esa hozir ikkinchi qavatga chiqishdan oldin bitta podvalni ko'ringlar. Podvalimiz ham alohida ta'mirlangan, tayyor holatda. Mana shunaqa chiroyli podval, oyoq taglariga gilamlar to'shab qo'yilgan. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta batareyalar o'rnatilgan. Включательlar qilingan. Podvalni detskiy zona, dars qiladigan joy, namozxona va boshqa turdagi maqsadda ishlatsalar bo'ladi bemalol. Svobodniy plashatka holatda turibdi. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldik. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap qo'lda bitta detskiy xona qilingan. Mana shunaqa holatda. Xo'p, o'ng qo'lda ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzul xonasi. O'ynalari bilan. Bu yoqda yotoqxona. Garniturlari, konditsionerlari bilan. Bu yoqda yana bitta yotoqxona. Bu yoqda ham konditsionerlar qilingan, garniturlari bilan va ichida o'zini sanuzul xonasi. Lekin sanuzullarni kafiliga besh ketdim. Qimmat kafillardan foydalanilgan ekan. Tahorat bo'ladigan alohida simsitilarigacha mavjud. Xo'p. Endi ikkinchi qavatda ikkita mehmonxona qilingan. Bu birinchi mehmonxona. Ichkarida yana bitta alohida mehmonxona. Bu darvozaxonaning usti. Mana shunaqa katta holatda ikki tomondan derazalar o'rnatilgan, chiroyli qandillari ilingan. Va mana bu yerda mehmonxonamizning davomida yana bitta xona qilish imkoniyati bor. Shuni o'rtasini yopsalar, yana bitta xona bo'ladi yoki ushtirishda qoldirishlaringiz ham mumkin. Xo'p, hovlimizda ikkinchi qavatdan pastlanib ko'rinishini bitta ko'rsatay sizga. Maydoni 4 sotiq, 7 ta xona, 2 ta hol, xo'p, 5 ta sanuzul, 2 ta tepada, 2 ta pastda, bitta tashqarida. Plus darvozaxona, plus yana podval. Endi qarang, 130 ga 130, 260, 7 sotiqdan oshadigan katta uchastkangiz bo'lsa, orqasida qo'shimcha yer maydonlari bo'lsa, oldida ariq oqib o'tgan, shunagina qarama-qarshisida 35-maktab, oldida asfalt qilingan keng ko'cha, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Qaranglar, Xushun aholi punkti 92-xonadon sotuvga qo'yilyapti. Fasad qismimiz 20 metrdan oshadi, ichkariga esa 35 metrdan oshiqroq kirgan dedilar. Qo'shimchasiga oldida ham joylari bor. Ko'rib turibsizlar, gaz liniyalar, suvlar
To'kdan umuman muammosi yo'q. Kirishimiz bilan kattagina darvozaxona kutib oladi sizlarni. Remontlari ham yaxshi holatda, tapchanlar qilingan ekan. Bu tomonda ayvonlar qilib qo'yilgan. Mana bu yoqda to'rda birinchi xonasi mehmonxona. Mana shunaqa holatdagi mehmonxona, konditsionerlar qilingan, oyoqdagilar taxta pol qilingan, devorlarimiz jitga bo'ydan qilingan ekan. Davom etamiz. Mana bu qismda oshxonasi joylashgan. Oshxonamizda gaz plitalari qilib qo'yilgan. Oshxonaning ichida bitta ikkinchi xona bo'lyapti. O'tirib ovqatlanadigan, mehmon kutsa bo'ladigan maliy zal hisobida. Davom etamiz. Hovlimizni o'zida juda ham katta unumdor yer maydoni mavjud. Xo'p, bu yoqda esa so'nggi 3-xonasi. 3 ta katta xonadan iborat jihozlari olinadi, remontlari yaxshi holatda. Xo'p, endi hovlimizning orqa tomoniga o'tib, mol hayvonlari bilan chorvachilik uchun shug'ullansa bo'ladigan joylar bor ko'ramiz. Ha, aytgancha bu yoqda sanuzel xonalari qilib qo'yilgan, yuvinishga sharoitlari qilingan. Davom etamiz. Xo'p, bu yoqda chorvachilik bilan shug'ullansa bo'ladigan mol hayvonlari, tashqaridagi uchun alohida hojatxona, hovlimiz ikkinchi tomonidan ko'rinishadi. Bu yoqda zimni mol hayvonlari qilib qo'yilgan hamda orqa ko'chamiz mavjud. Orqa tomondan ham bemalol kirib chiqsa bo'ladi. Bu degani, agar chorvachilik bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, orqa ko'chadan bemalol mashinada chorvalaringizni olib kelib, olib ketsalaringiz bo'ladi degani. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. Lokatsiyalargacha, egasini raqamlarigacha qoldirib o'tyapmiz. 3 sotixlik kottejni egalari o'zlari uchun taxlab turgan joylardan pul kerakligi uchun sotuvga qo'yayotgan ekanlar. Bu yoqda darvozaxona kiraverish qismi, ikkinchi qavatda turibmiz. Kichkina kiradigan joyi, bu yoqda landshaft zona uchun joylari bor. Ayni damda ikkinchi qavatda turibmiz. Ikkinchi qavatda katta hol, 4 ta alohida xonadan iborat. Masalan, mana bu yoqda ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan mini mehmonxona. Devorlar abo'y qilingan, faqat qandil ilsalaringiz bo'ldi. Oyoqdagilar tayyor holatda. Eshiklar ham qimmatdan o'rnatilgan. Bu yoqda tepa uchun bitta yotoqxona, podkraska remont bo'lgan. Bu yoqqa ham qandil qilsalaringiz bo'ldi. Ichidagi jihozlarni olib chiqadilar. Oyoqdagilar laminat. Xo'p, bu yoqda ham to'g'rilab bo'lish kerak. Tepalari tayyor, faqat chiroyli lustra ilsalaringiz bo'ldi. Xo'p, bu yoqda bitta kattalar uchun yotoqxonaning ichida o'zini sanuzel xonasi bilan birga dushlari uchun, unitazlar uchun joy qoldirilgan, kafillar terilgan. Bitta eshik o'rnatib, dushlari bilan unitazlarni ulab olasizlar. Xo'p, bu yoqda umumiy sanuzel xona uchun joy, dush, unitazga joy qoldirib o'tilgan bu yoqda ham. Mana bu yoqda bitta tepadagi detskiy xonasi, tepada ko'rdingizlar o'zi 4 ta xonamiz bo'ldi, bitta hol bo'ldi. Endi pastga tushib videoni davom ettiraman. Pastdagi holimizga tushdik. Kiraverish qismi, kirganda pastda ham bitta katta hol, zinasi, bu esa mehmonxonasi. Mehmonxonamiz ham deyarli tayyor, faqat yoritish tizimlarini ulab, nidostatga ishlarini qilib olsalaringiz bo'ladi. Где-то 5000 dan uzog'i 10 000 gacha rasxod qilinsa agar kottejimiz kirib yashaydigan tayyor bo'ladi. Shahar markazida joylashgan. Gufik Avitsenani shunday orqasidagi kottejlar massivida. Bu mehmonxonamiz 5 ga 5 katta mehmonxona. Gaz, svet, suvlar hammasi ulanadi. Bu yoqda pastdagi umumiy sanuzel xonamiz, bu yoqda kattalar uchun yotoqxona, ichida sanuzel xonasi bilan birga, buni ham tepalari ham tayyor, alohida zinamtay kladovka qilingan, hamda orqa hovlimiz bor. Orqa hovlida landshaftni zona uchun joy va katyolxona qilingan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlarini qoldirib o'tyapmiz. Aloqaga chiqib kelib ko'ringlar. Mana shu shahar markazidan 3 sotixlik kottejimiz sotuvga qo'yilyapti.